API nima? API bu Application Programming Interface, ya'ni dasturlar orasida muloqot o'rnatish uchun yozilgan qoidalar va protokollar to'plami. Oddiy tilda aytganda, ikki dastur yoki ikki tizim o'rtasidagi vositachi. APIni oddiy hayotiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz ovqatlanmoqchisiz va restoranga bordingiz. Xo'p, siz bu yerda mijozsiz, ya'ni web ilova yoki mobil ilova. Xo'p, oshpaz esa backend, ya'ni ma'lumotlar ombori, barcha logikalar o'sha yerda. Bu yerda ofisant front bilan backendning muloqotini ta'minlovchi vositachi, ya'ni API rolida bo'ladi. Ya'ni siz ofisantga taom buyurtma qilasiz, u borib buni oshpazga yetkazadi. Oshpaz taomni tayyorlab, ofisant orqali sizga taomni qaytarib jo'natadi. API ham xuddi shunday ishlaydi. Endi buni kodda qanday ishlatishini ko'rish uchun Laravelga murojaat qilamiz. API'lar yozish haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi bo'lib routes podkastdagi api.php fayliga kirib olamiz. Eng oddiy API'dan boshlaymiz. Misol uchun route get hop hello function return response. Mana. Xo'p, buni endi run qilib ko'ramiz. Xo'p, PHP artisan serve. Xo'p, buni bu yoqqa olamiz. Bu welcome page. Buni yonimizga tashlab olamiz. Xo'p, qarasak bu asosiy domen. Mana endi biz API'mizga murojaat qilishimiz kerak. Buning uchun /API/hello deb yozishimiz kerak. Qarabsizki, bizga JSON formatda messajda hello world kelyapti, ya'ni mana bu narsa. Shunimiz mumkin. Ulardan get post put delete. Bu hammasi o'zini ma'nosi bor, ya'ni get ma'lumot olish uchun, post ma'lumot yaratish uchun, put update uchun, delete o'chirish uchun ishlatiladi. Xo'p, biz endi CRUD API'ni yozib ko'ramiz. Buning uchun bizga kontroller kerak bo'ladi. Xo'p, kontroller yaratishda o'tgan darsda ko'rgandik. Endi bitta kontroller yaratib olamiz. Faqat standartiga ko'ra API kontroller yaratayotganda API papkasini ichida yaratib ketishimiz kerak edi. Xo'p, komandasini yozaman. php artisan make controller product controller. Xo'p, buni shu holatda enter bossam, bu appni ichidagi HTTP controller ichida yaratiladi. Lekin biz API kontrollerlarni API papkasini ichida yaratishimiz kerak. Enter bossam, mana app HTTP controllers API papkasini ichida product controller yaratildi. Mana. Xo'p, buni tanasini bu yoqdan copy qilib olaman. Bu yoqqa qo'yaman. Xo'p, Ctrl G ni bosib yopamiz. Xo'p, mana CRUD uchun yozilgan kontroller tashlab oldim. Ya'ni bunda o'zini metodlari bor. Xo'p, product controller extend olyapti. Controller kirasidan uning metodlari bor. Index. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Productsning all hammasini qaytarib beryapti. Ikkinchi metodi store. Bu store bu product create qilyapti. Product modulida create requestdan kelgan barcha o'zgaruvchilarni berib yuboryapti va yaratilgan produktni responsda qaytarib jo'natyapti. Xo'p, keyingisi show metodi. Bu bitta produktni topib qaytaradi. Xo'p, keyingisi update, ya'ni oldindan yaratilgan produktni topib ma'lumotlarni update qilib update bo'lgan produktni yana qaytarib qo'yyapti. Va so'nggi oxirgisi bu delete metodi, ya'ni mavjud produktni topib delete qilib yuboryapti. Xo'p, endi buni qanday qilib, ya'ni kontrollerga API'ni bog'lashni ko'rib o'tamiz. Buning uchun oddiygina route deb getdan foydalanmaymiz. API resource IP resource funksiyasidan foydalanishimiz mumkin. Buni ichiga prefix beramiz. Products va bu yerga controller deb qo'yishimiz kerak. Product controller. Xo'p, buni chaqiramiz. Hali o'qib bo'lmabdi. Xo'p, men bu yerda hamma narsa qolib ketibdi. Copy qilib tashlaganim uchun.
Shuning uchun mana bu ranglari ajralib tanimayapti. Xo'p, buni endi mana bu yerda tanishi uchun bitta chaqirib qo'yamiz. Ya'ni bu o'zi CRUD API yaratib beradi. CRUD API routes. Ya'ni buni qanday ko'rishimiz mumkin desak, mana bu yerda PHP artisan route list deydigan bo'lsak, mana bu boyagi welcome page'ning route'i, mana bular hozirgi API resource yaratgan route'lar. Pastdagi 3 ta default holatdagi route'lar. Bularga e'tibor qilmasak ham bo'ladi. Xo'p, endi qarang, birinchisi API products. Bu API papkani ichidagi product controllerning index metodiga bog'langan. Mana bunisi post metodi. Bu products controllerning store metodiga bog'langan. Ya'ni CRUD nima degani o'zi? CRUD degani create, read, update, delete. Yani mana shu CRUD amali deyiladi. Biz buni API miqyosi ko'rdik. Bu lekin hozir ishlamaydi. Biz brauzer orqali faqat get zaproslar jo'natib ko'ra olamiz. Put, delete, mana bu yoqdagi post, put, delete metodlarini qo'llashimiz uchun bizga qo'shimcha dastur kerak bo'ladi. Bulardan eng ommabopi bu Postman. Postmanda buni ishlab ko'rishimiz mumkin, lekin bu darsda bunga chalg'imaymiz. Hozircha route'larni shu yerda tugatamiz. Keyingi darsda mana bu product kontrollerga kirib, mana bu modelni yaratib, buni ishlaydigan holatga keltiramiz va shunda birato'la Postman bilan ishlashni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Sizga qanday ma'lumotlar, qaysi mavzudagi mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, uni kommentariyada yozib qoldiring. Biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. Rahmat, salomat bo'ling.